Salom do'stlar, sizlar bilan men for Minecraft. Bugun yangi videoga xush kelibsizlar do'stlar. Meni sog'inganlar bo'lsa, kommentariyaga sevimli ovqatingizning nomini yozib ketinglar do'stlar. Survivalimizni boshladik va do'stlar, mana o'tgan qismdagi video, agar o'tgan qismni ko'rmagan bo'lsangiz, kanalimga kirib ko'rsanglar bo'ladi. Xo'sh do'stlar, o'tgan qismda nima qildik? Mana derazani sindirdik. Tak, mana degi narsani oldik. Xo'sh. Tak, anu mahluqchadan o'tgan safargi o'qiy olmagan narsamni tushdi. Nimaligini ham bilmadim. O'shandan beri kirganim yo'q yo'lga. Xo'sh, bizga endi ovqat yo'q. Ovqat yo'q desa, qornim ochib ketdi. Xo'sh, ovqat olamiz, ovqat. Va do'stlar, plan tuzishimiz kerak, plan. Plan nimadan iborat bo'lishi mumkin? Xo'sh, kuchayish, baza qurish, balki shu yerni egallab imperiya qilarmiz. Ana buni vaqt ko'rsatadi do'stlar. Xo'sh, ozgina qattiqamlab olay. Nima qilishni o'ylab ko'ramiz keyin. Va do'stlar, mana bu daryo bo'yida o'tirib ko'rib, o'ylab ko'rdim. O'sha shaqirqamiz chiroyli ekan. Albatta hazil. Xo'sh do'stlar, birinchi navbatda menga ozgina temir kerak, chunki menda faqat temir ko'krak zirh bor. Va do'stlar, sizlarga yana bitta ko'rsatadigan narsam. Bu yerda o'ynakni sindirgandim degandim, lekin men sindirmagan ekanman. Mana uni qaranglar. What the fuck? Nima edi bu endi? Kommentariyaga buni yomonlab yozib ketinglar xolos. Xo'sh do'stlar, men kuchaygandan keyin sizlarga qaytamiz. Xullas hayır. Do'stlar, helikopter. Video va do'stlar, shu orqamdagi mashinani olaymi, olmaymi, kommentariyaga yozib qoldiringlar. Lekin menga farqi yo'q. Va do'stlar, qo'limdagi mashinani ko'ryapsizlarmi? Buni o'sha orqamdagi joydan oldim. Nechta bo'laysizlar? 4 tasini oldimmi yo 2 tasini oldimmi? Va topa olmadinglar. 3 tasini oldim. Xullas, ketdik g'orga. Go. Kuchayamiz. Yep, nima bu endi, nima? Endi qilicham kirka bilan uchaman men. Ketdik kirka bilan. Ayrama hammani. 2 tegan bu yerda. 2 ga 1 kirka bilan. O'lib qolmasam bo'lmaydi dedasi. Xo'sh, temir. Yebla. Xo'sh, kim bor? Alo. Kimdir bor? Va, mana meni kutib olishdi. Do'stlar, hozir o'lsam lag bosinglar. Hozir o'lmayman. Bu yoqqa kel. Haroma. 3 jon, bitta jon va har doimgidek men yutaman. Xo'sh, bu yoqda kim bor? Xo'sh, kim bor? Salom. Cho'da bu yoq pastlab yurishmaymiz hozircha. Chunki ovqat kam. Va har doimgidek Momo Minecraftni o'zini standart ovozi eshitilmayapti. Ha, mayli. O'rgimchak. Bu yoq kel. Endi menga bitta qilich kerak do'stlar. Shunday beklab qilich yasaymiz. Fakir qolib ketibdi. Len do'stlar. Mana qaranglar. Tepaga chiqib kelish kerak. Yo'q. Zo'midan. Qoch do'stlar, qochinglar. Qoch. Xo'sh do'stlar, bu yerni tambalab tashladim. Menimcha hech kim kira olmasa kerak. Mana bunga o'ynayman yo'q qo'ydim. Xo'sh do'stlar, mana taxta topdim. Buni qayerdan olganimni so'ramanglar.
Xo'sh do'stlar, endi nima qilishni bilmay o'tiribman. Mana narsaga yaltadim, pechga ham qurdim. Mana bu yerda yana 3 ta temir bor. Xo'sh, tashqarida ovqat bor. Bu yerni tambalab tashladim va ertalabgacha endi nachora kutamiz do'stlar. Va do'stlar, ertalab bo'ldi. Xo'sh, tarqishni yoramiz, chiqamiz. Yo'q, bu ertalabdan kechasi bilan shu yerdan do'stlar. Aman. Xo'sh, men yetarlicha kuchaymadim, lekin ishg'olalarim bor do'stlar. Xo'sh, endi nima qilamiz do'stlar? Nima qilamiz? Sayohatga otlanaylikmi? Yoki menimcha bir aylanib kelgan yaxshi do'stlar, shu yoqqa boraylikchi. O'tgan safar bu ajdar chiqdi. Jang qilib ketdik. Shu jang qilamiz. Pulpada uchirgan zo'r emasman, lekin chidasa bo'ladi. Bularni kaktus deb o'ylayman do'stlar. Portlama. Yaxshi. To'lib qolmadim, muhim bo'lmadim. Nima qilamiz? Bu yoqqa yuramizmi? Menga do'stlar, bu dunyoni o'rganish qiziq, chunki men bu modni qiynalib, o'rnatib, telefonni qiynab sizlar uchun do'stlar. Albatta like bosib qo'yinglar do'stlar. Qayerga borsam bo'ladi? Nima qilsak bo'ladi? Nima qilamiz? Shu shakar qamish men ko'zimga ag'ritib qo'yapti. Shuni uzib tashlaylik do'stlar. Modda aytuvdi do'stlar. Kechasi deganda, kechasi mana o'sha turgan joyingdan 20-30 blok narida osmonda ajdar bir-ikki marta uchib o'tadi degandi. Lekin menda hali uncha bo'lmadi do'stlar. Video sifati buzilib qolayotgani uchun uzr do'stlar. Qotirmaslikka harakat qilyapman, lekin bo'lmayapti-da. Mayli do'stlar. Chidaysizlar do'stlar, nima? Men ham telefonimni qiynayapman shuncha modlar bilan. Endi kompyuter yo'q telefonda. Mo'ljaldan o'chirdi. Xo'p, mavzuga qaytsak do'stlar, bizga meni uzoqdan ko'rdimi? U yo'q ko'rmabdi. Xo'sh. Aylanib yuribmiz. Ajdarxon inini topmaymiz hech bo'lmasa. Xo'sh. Do'stlarni zeriktirmaslik kerak do'stlar. Xo'sh, sayohat yakuniga yetmoqda desam adashgan bo'laman do'stlar. Xo'p. Endi video boshlanganiga 8 daqiqadanmi o'tdi shekilli do'stlar. Yana bilmadim. Xo'sh, endi qayoqqa boramiz? Xullas, qishloq territoriyasini ozgina aylanib chiqish kerak do'stlar. Resurslar topish kerak, baribir oddiy survivalda yurganda o'zimni his qilyapman. Ajdarxonar chiqmayapti. Mana yerda qishloq bor. Shunchaki survival qilib yurganda. Do'stlar. Mayli, anajicha ozgina yuraylikchi, balki ajdarxonni endi uchratib qolarmiz. Menga ham bunday ko'rinar. O'tgan videoda lekin bitta qush bilan katta ajdarning, olovli ajdarmi, muzli ajdarmi bilmadim-ku, lekin haqli ajdar edi. Mana xo'sh, ertalabki mehmonlar. Skriperni o'lgidan yomon ko'raman. Seni ham
Xo'sh. Ajdarhoni ini ham yo'q do'stlar. Eng qizig'i. Mana Creeper ham shoshilganda qayerga ketyapti bilmayman. Uyida ishi bormi? O'zi uni uyi bormikin degan savol bor do'stlar. What the fuck deyishga arziydan hech narsa chiqmayapti do'stlar. Nima qilamiz endi? Yurayvermaymiz shunday. Men birorta arzirli narsa chiqsa aytaman do'stlar. Yo'q do'stlar, nima topganimga ishonmaysizlar. Men birinchi qismdagi ajdarhoni suyaga keldim. Buni birinchi qismda uncha yaxshi ko'rsata olmagandim. Bugun ko'rsatamiz, balki buni yana yon atrofidagi maxluqcha yo'qmi? Buni qandaydir qilib bunday tiriltirsa bo'ladimi yo shunchaki bu suyakmi? Qara. Shunchalik katta ajdarhoni suyagi. Shu yerda ana do'stlar mening dushmanim. Do'stlar birinchi videodagi bir iflos o'laksaxo'r tepada uchiribdi qana. Ana do'stlar uchiribdi do'stlar. Qochish kerak lekin bundan. Shu yer iniq olgan do'stlar, yana o'lib ketishni o'ylayman. Juda ham kuchli ekan do'stlar. O'sha payt meni kuchim yetmadi birinchi qismda. Ko'rmagan bo'lsangiz kanalga o'tib ko'ringlar. Xo'sh, bu yerda qandaydir ini bormi? Faqat shu yerga qo'nyapti o'zi ham. Yo'q, ajdarhoni suyagini g'ajiydimi bilmayman. Mana do'stlar, mana. O'zi ham meni ko'rib qolmasa bo'ldi endi. Do'stlar. Yaqinlashma. Ket. Men ketyapman. Do'stlar. So'rada yurayish kerak do'stlar, bu xavfli mavjudot. O'zi kichkina bo'lishiga qaramay xavfli ancha. What? Do'stlar, mana bu maxluq-ku. O'tgan qismdagi onasimi bu? Bu ham o'tgan qismda chiqqan, faqat kichikroqdan chiqqan. Bu o'z meni uradimi bunday qilsam? Ne qilsam? Yo do'stlar. Yo, WhatsApp. Do'stlar. O'laman o'zi. Yaba. Do'stlar, bekor qildim-ku. Endi qayerda deydi u? Bog'liq qishloq bor edi. Nima bu yoqda? Mana shu yerda oldim, adashmasam. Mana bu yerda nasam. Lekin hayvonni ham o'zi shu yerda deb ish qilib meni tanib qolmasa ekan. Kirgam. Iflos. Boltam qana? Nomard. Boltam bo'ldi. Bu do'stlar bloklarni surarkan do'stlar. Bloklarni orasini kavlab meni xolos yengdimi bilmadim nima qildi. Hozir do'stlar kunni ko'rsatib qo'yaman. Bitta eksperiment qilamiz. Yo'q do'stlar. Tovuqqa ham bechora tovuq. Mayli, go'sht menga. Xo'sh. Tovuq qoch, yo'q seni o'ldiradi. Undan oldin men o'ldiraman. Meni ko'rdi. Menga qarab kelyaptimi? Yo'q do'stlar, menga qarab kelyapti. Yo'q, menga qarab kelyapti. Qarab turibdi do'stlar. Qarashini qaranglar buni. Ichida kimdir bormi buni yo shunchaki? Yo'q do'stlar. Yo'q, bu juda tezkor bu. Do'stlar, qoch. Yo'q, qum. Oy, yana o'lib qoldim do'stlar. Chep inventarni yoqib qo'ymasam ham ejigeli. O'lib qoldim yana. Endi narsalarim kerak. Men baribir seni o'ldiraman, qarab tur. Xo'sh. Do'stlar, shunchalik qilayotgan harakatlarim, kontent hammasi sizlar uchun do'stlar. Like bosib, obunani ayamanglar do'stlar. Yoz oxirigacha 300 ta bo'laylik do'stlar, iltimoslardan. Agar 300 ta bo'lsa juda ham xursand bo'lardim. Narsalarim ham menga xayr deyapti shekilli desam bu yerda ekan. Yo, bu yerda loy bor. Narsalarimdan ayrildim shekilli. Oto go'shti yana bitta. Xo'sh. Ha do'stlar. Narsalarimdan menimcha ayrildim yoki ular shu yerda o'ldim-da. Shu yerda bo'lish kerak edi. Ha, bu yerda ekan. Ha. Bo'ldi, ko'rmabman do'stlar. Uzr. Ming bor uzr. Hayajonlandim do'stlar.
Kech ham tushyapti. Tezroq uyga yetib olish kerak. Ana u mag'rur ketdimikan? Do'stlar, uyga yetib olamiz. Ha, do'stlar, obunachilar, bolalar. Skelet salom berdik. Xayr. O'zimizni legendarniy joyga. Do'stlar, meni orqamdan qo'yapti bu. Sekin kelyapti do'stlar. Bularni ko'rishga ko'zim yo'q meni. Bu ham o'ldiradimi? Yo'q do'stlar, yo'q. Yana o'lishni xohlamayman. Bekit do'stlar, buni bekit. Berkit. Ishqilib bu bloklarni surib kirmaydi menga o'xshab. Ha do'stlar. Kim o'tib ketdi hozir? Yo do'stlar. Bloklarni olsam yo'q. Do'stlar, o'ldirdim. Do'stlar. Gain this from egg. Uning tuxumini topdim. Do'stlar, bolasi. Tegmayapti lekin. Menga tegmayapti. O kichkintoy. Yoqimtoyligini qara. Lekin menga kerak emas. Iflos. Bundan go'sht. Go'shtmi bu? Chitin terisimi? Terisi bo'lsa kerak. Chitinni bilmaman do'stlar. Ingliz tilida o'qiyman lekin bilmayman. Demak, buni pishirib bo'lmaydi, to'g'rimi? Bo'ladi. Yo'q, bo'lmaydi ekan. Mayli. Xo'sh do'stlar, video ham o'z nihoyasiga yetmoqda do'stlar. Kanalga obuna bo'lib, videoga like bosib qo'ying do'stlar. Hammaga xayr. Keyingi qismda ko'rishguncha. Keyingi qism albatta 20 ta like dan keyin chiqadi. Men bunga va'da beraman.